Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men bugun sizlarga nuqtaning ortogonal proyeksiyalar mavzusida ma'ruzani o'tib beraman. Demak, bu bizda ikkinchi ma'ruza bo'ladi. Biz bilamiz, fazoni uchta tekislik bilan chegaralab, uchta tekislik, demak, gorizontal, frontal va profil tekisliklar o'zaro perpendikulyar joylashib, bizda tekisliklarni 8 ta oktavga bo'ladi. Biz sizlar bilan bugun choraklarda nuqtalarni proyeksiyalarni o'rganamiz va hozir men doskada sizlarga mana shu tekisliklarda nuqtani qanday qilib joylashtirish mumkinligini ko'rsatib beraman. Demak, birinchi biz uchta proyeksiyalar tekisligini o'zaro perpendikulyar joylashtirib, ya'ni gorizontal, frontal va profil tekisliklar o'zaro perpendikulyar joylashib, bizga fazoni bir nechta choraklarga bo'lishadi. Biz hozir birinchi galda nuqtani birinchi chorakdagi proyeksiyalarni ko'rib chiqamiz. Bunda biz uchta tekislikni o'zaro perpendikulyar joylashtirganda, demak, birinchi tekisligimiz gorizontal proyeksiyalar tekisligi, to'g'ridagi frontal proyeksiyalar tekisligi va ularga perpendikulyar bo'lgan uchinchi profil tekislikni joylashtiramiz. Mana bu uchta tekislik o'zaro perpendikulyar, ya'ni 90 gradus burchak ostida joylashgan bo'ladi va biz o'tgan ma'ruzada aytganimiz, o'rta so'zi lotinchadan to'g'ri degan tarjima bo'ladi. Biza to'g'ri deganda har qanday geometrik elementni 90 gradusda, ya'ni mana shu tekisliklarga nisbatan 90 gradusda joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana biz hozir bitta fazoni aniqni tanlab olamiz. Aniqni tanlab olamizda, uni uchta proyeksiyasini fazodagi o'rnini chizib olamiz. Bitta nuqta bizda bitta nuqta chizma geometrik fanida uchta proyeksiyalar tekisligida uchta proyeksiya hosil qiladi va unda albatta fazodagi o'rni bo'ladi. Fazodagi o'rnini mana biz aniq oldik. Uni fazodagi o'rnini boshqa bilan belgiladik va bu nuqtani biza to'g'ri ortogonal proyeksiyaga, gorizontal proyeksiyaga bu almashtirish bo'ladi. Agarda shu nuqtani biz frontal, ya'ni doska tekisligiga perpendikulyar qilib yo'naltirsak, uni frontal proyeksiyasi hosil bo'ladi. Va bu fazodagi nuqtani biz perpendikulyar qilib profil tekislikka joylashtirsak, bu bizning nuqtani profil tekislikdagi proyeksiyasi bo'ladi. Lekin biz bilishimiz kerak, nuqtalar koordinat o'qlarida ham proyeksiyaga ega bo'ladilar. Demak, bitta nuqtani, fazodagi bitta nuqtani 6 ta proyeksiyasi bo'lar ekan. Asosiy proyeksiya gorizontal tekislikdagi, frontal tekislikdagi va profil tekislikdagi. Bularni biz hozir bilan yozib qo'yamiz. Demak, birinchi ortogonal proyeksiyalash deganda biz A nuqtadan boshlaymiz. A nuqta bizda fazodagi nuqta. Fazodagi nuqta. Demek bize nuqtani qayerga proyeksiya
boshlaymiz. H gorizontal proyeksiyalar teksligi. Ve unga perpendikular, ya'ni 90 gradusda joylashgan. Buni biz chizma geometriyada V harfi bilan belgilaymiz. Frontal proyeksiyalar teksligi deb aytamiz. W ikkala tekislikka perpendikular bo'lgan, demak, o'ng tomonda joylashgan. U ham ikkala tekislikka 90 gradusda joylashgan bo'ladi. Profil proyeksiyalar tekisligi deyiladi. Profil tekisligi. Endi mana shu uchala tekislik o'zaro perpendikular kesish natijasida gorizontal bilan frontal tekislik kesganda bizda OX o'q paydo bo'ladi. Bu bizda absis o'qi deyiladi. Buni biz matematikadan ham bilamiz. Absis o'qi. Demak, bizda gorizontal bilan profil tekislik kesishgan joyi ordinat o'qi deyiladi. Ordinat o'qi. Va frontal bilan profil tekislik kesgan chizig'i aplikator. Aplikator o'qi deyiladi. Bular uchalasi ham bizda bitta olganda koordinati o'qlari deyiladi. Agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, koordinat o'qlari bizda O'dan boshlanyapti. Demak, bu bizda O koordinati boshi deyiladi. Koordinati boshi. Demak, biz mana shu sistemada, demak, o'tgan leksiyada aytgandik, Monsh sistemasida bizda 3 ta proyeksiyalar tekisligi o'zaro perpendikular joylashib, biz har qanday geometrik figurani, har qanday geometrik element, bu nuqta bo'ladimi, to'g'ri chiziq bo'ladimi, tekislik bo'ladimi, ortogonal proyeksiyalash usulida ishlatar ekanmiz. Ortogonal degani u, yana qaytaramiz, u mana shu elementlarni tekisliklarga nisbatan to'g'ri burchak, ya'ni 90 gradus burchak ostida proyeksiyalashga aytiladi. Demak, biz nuqtani proyeksiyalayotganda uni qaranglar, qanday koordinatalar bo'ladi. Mana nuqtani, to'xtadi. W, ya'ni profil tekislikdan uzoqligi AX koordinatasi, mana biz buni XA koordinati deymiz. Nuqtani frontal proyeksiyalar tekisligidan uzoqligini biz YA deymiz. Uni demak, bu tekislikdan uzoqligi va nuqtamizni gorizontal tekislikdan uzoqligini biz Z deymiz. Mana bular bizning nuqtalarimizni qanday uzoqlikda uchala tekislikka nisbatan qanday uzoqlikda joylashganini ko'rsatib beradi. Demak, biz nuqtani ortogonal proyeksiyalash deganda 3 ta tekislikka nisbatan uni proyeksiyalashni tushunamiz. Endi nuqtamiz har doim ham fazoda joylashilmaydi. Nuqtalarimiz bizda, demak, qaranglar. Buni koordinatalarni hozir yozib ko'rsataman va koordinataga qarab biz nuqta qayerda joylashganini bilsak bo'ladi. Hozirgi A nuqtamizni qarang, e'tibor beringlar. Biz bu yerda A1 bizda har doim nuqtani gorizontal proyeksiyasi deyiladi. Gorizontal proyeksiyasi. A2 ştrix,
nuqtaning frontal proyeksiyasi. Frontal proyeksiyasi. Va nuqtamizning profil proyeksiyalar tekisligidagi o'rni profil nuqtaning profil proyeksiyasi deb ataladi. Demak, biz bilishimiz kerak, har doim gorizontal tekislikda yotgan nuqtani proyeksiyasi bitta shtrix bilan, frontal proyeksiyada yotgan nuqtani proyeksiyasi ikkita shtrix bilan va profil proyeksiyalar tekislikda yotgan nuqtani proyeksiyasi uchta shtrix bilan belgilanadi. Mana endi hozirgi misoldagi nuqtani koordinatalarini yoza boshlaymiz. Men o'zimga mashhur tanlab olaman. Mana shu bizda 10 ekan. Va nuqtani koordinatalarini o'lchashni boshlaymiz. Demak, A nuqtamizni x koordinatasi biz har doim koordinata boshidan hisoblar ekanmiz. Qarang, demak men o'lchamoqman 1 2 3. Yozib qo'yamiz. Demak, A nuqtani x koordinatasi 30 ga teng. 30 ga teng. Endi nuqtani y koordinatasi qarang, noldan hisoblaymiz. 10 25 ekan. A y bizda 25 bor. Va z koordinatasini o'lchaymiz. 10 23 ekan. A z bizda bo'lyapti 23 millimetr. Demak, biz hozir fazodagi nuqtani ko'rdik. Uchala nuqta, agarda nuqtamiz fazoda joylashsa, uchala koordinatasi qandaydir qiymatga ega bo'ladi. Lekin biz aytmoqmizki, nuqta bir xil paytlarda har doim ham fazoda joylasholmaydi. Nuqtamiz tekisliklarning o'zida ham joylashishi mumkin ekan. Misol uchun nuqtamiz gorizontal tekislikda joylashgan bo'lsa, u nuqtaning z koordinatasi 0 bo'ladi. Chunki uni balandligi bo'lmaydi. Agar nuqtamiz frontal proyeksiyada joylashsa, uni y koordinatasi 0 bo'ladi. Chunki u demak y dan frontal tekislikdan uzoqlashmaydi va agar nuqtamiz profil tekislikda joylashgan bo'lsa, uni x koordinatasi 0 ga teng bo'ladi. Qolgan ikkitasi qiymatga ega bo'ladi. Bu 3 ta nuqtaning xususiy vaziyati bo'ldi. Agarda nuqtamiz o'qda joylashsa, misol uchun, agarda nuqtamiz o'qni o'zida joylashsa, u faqat bitta koordinataga ega bo'ladi. Qaysi o'qda joylashsa, misol uchun x o'qda joylashdimi, uni faqat x koordinatasi bo'ladi. Y va z 0 ga teng bo'ladi. Agar y da joylashgan bo'lsa-chi, uni ham faqat y koordinatasi bo'ladi, x bilan z 0 ga teng bo'ladi. Va oxirgisi, agar nuqtamiz z da joylashgan bo'lsa, uni x koordinatasi ham y ham 0 ga teng bo'ladi, faqatgina z qiymatiga ega bo'ladi. Va oxirgi nuqtamiz bo'lishi mumkin joy, agar bu koordinata boshida bo'lsa, uni uchala koordinatasi ham 0 ga teng bo'ladi.